Furqon surasi Makka da nozil qilingan 77 oyatdan iborat. Furqon ajrim etuvchi. Mufassirlar buning ma'nosini haq bilan botilni, hidoyat bilan zalolatni ajrim qilib beruvchi ilohiy kitob. Undan murod Tavrot, Zabur, Injilning asl nusxalari yoki Qur'oni Karim deb sharhlaganlar. Surada islom aqidalariga oid masalalar, iymon, islom, kufr, shirk, jannat, do'zax, payg'ambarlar, hidoyat, zalolat va boshqa ma'lumotlarni o'qiysiz. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Olamlar, insonlar va jinlarga ogohlantiruvchi bo'lishi uchun o'z bandasi Muhammadga Furqon, Qur'onni nozil etgan zot barakotli, buyukdir. U yana osmonlar va yerning hukmronligiga ega, farzand tutmagan, podshohlikda sherigi bo'lmagan va barcha narsani yaratib, aniq o'lchovi bilan o'lchab qo'ygan zotdir. Mushriklar esa uni qo'yib biror narsa yarata olmaydigan, balki o'zlari yaraluvchi bo'lgan, o'zlariga ham biror zarar yoki foyda berishga ega bo'lmaydigan va na o'lim berishga, na hayot berishga va na qayta tiriltirishga ega bo'lmaydigan ilohlarni tutdilar, ularga sig'indilar. Kufrda bo'lganlar bu Qur'on faqat Muhammad o'zi to'qib olgan bir uydirmadir. Unga bu ishda boshqa qavmlar, ba'zi ahli kitoblar yordam bergan deb nohaqlik bilan bo'xton yog'dirdilar. Yana ular bu avvalgilarning afsonalaridir. Muhammad ularni ko'chirib olgan. Bas, bu afsonalar unga ertayu kech o'qib berilur, dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, uni osmonlar va yerdagi barcha sirni biladigan zot nozil qilgandir. Albatta, u mag'firatli va rahimlidir. Yana dedilar, bu qanday payg'ambarki, oddiy odamlardek taom yesa va bozorlarda yursa, unga payg'ambarligini tasdiqlaydigan biror farishta tushirilib, u bilan birga ogohlantiruvchi bo'lsa edi, yoki unga osmondan ehtiyoji uchun xazina tashlansa edi, yoxud uning uchun bir bog' bo'lib, u bog'dan ovqatlansa edi. Zolimlar mo'minlarga sizlar faqat bir sehrlangan kishiga ergashmoqdasiz, dedilar. Ey Muhammad, ular sizga qanday naqllarni to'qiganlariga qarang. Bas, ular haq yo'ldan ozdilar. Endi ular yo'l topishga qodir bo'lmaydilar. Agar xohlasa, siz uchun shu dunyodayoq o'shandan ular aytgan bog' va xazinadan yaxshiroq narsani, ostidan anhorlar oqib turadigan
jannatlarni qilib bera oladigan va siz uchun qasrlarni qurib beradigan zot Alloh barakotli buyukdir. Yo'q, ular qiyomatni inkor etdilar. Biz esa qiyomatni inkor etganlar uchun allaqachon do'zaxni tayyorlab qo'ygandirmiz. Ularni uzoq joydan ko'rgandayoq uning g'alayoni va chinqirig'ini eshiturlar. Qachonki kishanlangan hollarida uning tor joyiga tashlanganlarida o'sha joyda o'zlariga halokat tilab qolurlar. Shunda ularga sizlar bugun bir halokat emas, ko'p halokatlarni tilangiz deyilur. Ey Muhammad, ularga ayting, shu do'zax yaxshiroqmi yoki taqvodorlarga va'da qilingan mangulik jannatimi? Ular uchun bu mukofot va natija bo'lur edi. Ular uchun o'sha joyda mangulik hollarida barcha xohlagan narsalari muhayyo bo'lur. Bu Rabbingiz zimmasidagi so'raluvchi va'dadir. Alloh ularni, mushriklarni ham, Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlarini ham to'plab, ularga mening anavi bandalarimni sizlar yo'ldan ozdirdingizmi yoki ularning o'zlari yo'ldan ozdilarmi deydigan kunda ular derlar: ey pok Parvardigor, bizlar uchun sendan o'zgalarni do'st tutish joiz emas edi. Lekin sen ularni va ota-bobolarini shunday ta'minladingki, hatto ular seni eslashni ham unutdilar va halokat qavmi bo'lib qoldilar. Ey mushriklar, mana ular sizlar xudolar deb sig'ingan butlar aytayotgan so'zlaringizda sizlarni yolg'onchi qildilar. Endi azobdan qutulishga ham, o'zlaringizga yordam qilishga ham qodir emassiz. Sizlardan kim zolim, mushrik bo'lsa, biz unga katta azobni tottirurmiz. Ey Muhammad, sizdan ilgari biz yuborgan barcha payg'ambarlar ham albatta taom yer va bozorlarda yurar edilar. Biz sizlarning ba'zilaringizni ba'zilaringiz uchun sinov qilib qo'ydik. Qani sabr qila olurmisiz? Rabbingiz esa ko'rib turuvchi zotdir. Muloqotimizni umid qilmaydiganlar bizlarga payg'ambarlik uchun farishtalar tushirilsa edi yoki bizlar Rabbimizni ko'zlarimiz bilan ko'rsak edi dedilar. Dar haqiqat ular o'zlariga bino qo'ydilar va haddan juda oshib ketdilar. Ular farishtalarni ko'radigan kunni, qiyomat kunini eslang. O'sha kunda jinoyatchilar uchun hech qanday xushxabar bo'lmas. Farishtalar ularga derlar: sizlar uchun xushxabar eshitish butunlay haromdir. Zotan
biz ular qilgan har bir amalga kelib, uni sochilgan to'zon kabi foydasiz qilib qo'ygandirmiz. Jannat ahli esa u kunda eng yaxshi qarorgoh va eng go'zal oromgohlarda bo'lurlar. Bulutli osmon yorilib, farishtalar yer yuziga tushiriladigan kun qiyomatni eslang. O'sha kunda haqqoniy podshohlik yolg'iz Rahmon uchundir. U kun kofirlarga ko'p qiyin kun bo'lur. U kunda zolim qo'llarini, barmoqlarini tishlab, pushaymon qilib der: qani edi, men ham payg'ambar bilan birga bir yo'lni tutganimda, holimga voy, koshki edi falonchi gumrohni do'st tutmaganimda. Aniqki, menga eslatma Qur'on kelganidan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi. U kunda shayton o'ziga ergashgan barcha insonlarni yordamsiz qo'yuvchidir. Payg'ambar aytdi: ey Rabbim, dar haqiqat mening qavmim Quraysh qabilasi ushbu Qur'onni tark etdilar. Biz sizdan oldingi har bir payg'ambar uchun ham jinoyatchi kimsalardan mana shunday dushmanlar qilganmiz. Rabbingizning o'zi yetarli rahnamo va yordamchidir. Kofir bo'lgan kimsalar nega bu Qur'on unga, payg'ambarga yaxlit bir to'plam holida nozil qilinmadi dedilar. Ey Muhammad, biz u Qur'on bilan sizning dilingizni ustuvor qilish uchun mana shunday oz-ozdan nozil qildik va uni tartili bilan ravon o'qib berdik. Ular sizga Qur'onni ayblash maqsadida yuqoridagi kabi biror misolni keltirsalar, albatta biz sizga haq javobni va go'zal tafsirni keltirib berdik. Ular yuztuban hollarida jahannam tomonga jam qilinurlar. Ana o'shalar eng yomon maqomli va yo'ldan ozgan kimsalardir. Qasamki, biz Musoga kitob Tavrot ato etdik va birodari Harunni u bilan birga vazir etdik. So'ngra dedik: bizning oyatlarimizni yolg'onga yo'ygan qavm Fir'avn va uning qavmi oldiga boringiz. Bas o'z kufrlaridan qaytishmagach, biz ularni dengizga g'arq qilish bilan qirib tashladik. Nuh qavmini eslang. Qachonki ular payg'ambarlarni inkor etishgach, biz ularni g'arq qildik va ularni odamlar uchun ibrat qilib qo'ydik. Yana biz bu kabi zolimlar uchun oxiratda ham alamli azob tayyorlab qo'ygandirmiz. Od, Samud qabilalarini va quduq egalarini hamda shu oradagi ko'p avlodlarni eslang. Barchalariga misollar keltirdik va gap kor qilmagach, barchalarini butunlay yo'q qilib yubordik. Aniqki, ular safar kezlarida
shumli yomg'ir tosh yog'dirilgan shahardan o'tgandirlar. Axir ular uni ko'rmasmidilar, ibrat olmasmidilar? Yo'q. Ular qayta tirilishga umid qilmagan kimsalardir. Ey Muhammad, qachonki ular sizni ko'rsalar, Alloh mana shuni payg'ambar qilib yubordimi? Agar sabr qilib mahkam turmaganimizda, haqiqatan u bizlarni ilohlarimizdan ozdira yozdi-ya, deb sizni masxara qilurlar. Yaqinda azobni ko'rgan vaqtlarida kim yo'ldan ko'proq ozgan ekanini bilib olurlar. Ko'rdingizmi? Kim nafsu havosini iloh qilib olgan bo'lsa, siz unga vakil, undan qaytarib turishga mas'ul bo'larmidingiz? Yoki siz ularning ko'plarini haq so'zni tinglay oladilar, yoxud anglay oladilar deb o'ylaysizmi? Yo'q, aslo. Ular hayvonlarning xuddi o'zi, balki hayvonlardan ham ular ko'proq yo'ldan ozganroqdirlar. Rabbingiz soyani qanday yoyib qo'yganini ko'rmadingizmi? Agar xohlasa, uni sokin qilib qo'ygan bo'lar edi. So'ngra quyoshni unga soyaning borligiga dalil qildik. So'ngra uni astagina o'zimizga tortib olurmiz. Alloh sizlar uchun tunni libos, uyquni orom qilib qo'ygan, kunduzni esa sizlar uchun sa'y harakat vaqti qilgan zotdir. U o'z rahmati yomg'iri oldidan xushxabar qilib shamollarni yuborgan zotdir. Osmondan pok suv, yomg'ir yog'dirdik. Bu o'lik shaharni, yerlarini tiriltirish va o'zimiz yaratgan ko'plab chorva hayvonlari hamda insonlarga undan ichirish uchundir. U suvni eslatma olishlari uchun odamlar oralarida taqsimlab qo'ydik. Ammo odamlarning ko'plari ne'matlarimizga nisbatan faqat noshukrlikni istadilar. Agar biz xohlasak, har qishloq va shaharga bir ogohlantiruvchi payg'ambar yuborgan bo'lar edik. Bas, siz kofirlarga itoat etmang va uning Qur'onning yordamida ularga qarshi qattiq kurashing. Alloh ikki dengizni bunisi juda chuchuk, unisi juda sho'r qilib oqizib qo'ygan va ularning o'rtasida to'siq va puxta parda qilib qo'ygan zotdir. U yana haqir sutdan, manidan insonni yaratib, so'ngra uni nasl nasabli va quda anda qilib qo'ygan zotdir. Dar haqiqat, Rabbingiz har ishga qodirdir. Kofirlar Allohni qo'yib, o'zlariga foyda ham, zarar ham yetkazmaydigan narsalarga ibodat qiladilar. Kofir o'z Parvardigoriga qarshi turib, shaytonga yordam beruvchidir. Ey Muhammad, biz sizni faqat mo'minlarga jannatdan xushxabar beruvchi
kofirlarni esa oxirat azobidan ogohlantiruvchi qilib yubordik. Ayting, men sizlardan uning payg'ambarlik ustidan hech qanday haq so'ramayman. Menga faqat Parvardigori sari yo'l tutishni xohlaydigan kishilar bo'lsa bas. O'lmaydigan, hamisha barhayot zotga tavakkul qiling, hamda uning hamdi bilan tasbih ayting. U o'z bandalarining gunohlaridan yetarlicha xabardordir. U osmonlar va yerni hamda ularning orasidagi barcha narsalarni 6 kunda yaratib, so'ngra arsh uzra mustavi bo'lgan zotdir. U Rahmondir. Bas u zot haqida xabardor bilimdon kishidan so'rang. Qachonki mushriklarga Rahmonga sajda qilingiz deyilsa, ular nima u Rahmon? Sen buyurgan narsaga sajda qilaveramizmi deyishadi. Va bu so'z ularni yanada iymondan yiroqlashtiradi. Osmonda burchlarni bunyod etgan va unda chiroq, quyosh va nurafshon oyni paydo qilgan zot barakotlidir. U eslatma olmoqchi yoki shukr qilmoqchi bo'lgan kishilar uchun kecha va kunduzni bir-biriga o'rinbosar qilib qo'ygan zotdir. Rahmonning suyukli bandalari yerda kamtarona yuradigan, johil kimsalar bema'ni so'z qotganda salomatlik bo'lsin deb javob qiladigan kishilardir. Ular yana tunlarni Parvardigorga sajda qilgan va tik turgan ibodat bilan bedor holda o'tkazadigan kishilardir. Ular Parvardigoro, o'zing bizlardan jahannam azobini daf etgin. Dar haqiqat uning azobi halokatlidir. Dar haqiqat u eng yomon qarorgoh va eng yomon maqomdir deydigan kishilardir. Ular ehson qilganlarida isrof ham, xasislik ham qilmaslar. Tutgan yo'llari buning o'rtasida mo'tadildir. Ular Allohga qo'shib boshqa ilohga iltijo qilmaslar va Alloh o'ldirishni man etgan jonni nohaq o'ldirmaslar hamda zino qilmaslar. Kim mana shu gunohlarni iymonsiz holda qilsa, gunohga uchrar. Qiyomat kunida unga azob bir necha barobar ziyoda qilinur va u joyda xorlangan holida mangu qolur. Illo kimki shu dunyoda tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amal qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yar. Alloh mag'firatli va rahimli zotdir. Kimki tavba qilib ezgu ishlarni qilsa, bas albatta u Alloh rizosi va mag'firatiga qaytgan bo'lur. Ular Rahmonning suyukli bandalari yolg'on guvohlik bermaslar va behuda so'z yo ish oldidan o'tgan vaqtlarida
oliy janoblik bilan undan yuz o'girgan holda o'tarlar. Ularga Parvardigorlarining oyatlari eslatilgan vaqtida ularga ehtirom yuzasidan kar va ko'r hollarida yiqilmaydilar, balki ularni anglab, bilib amal qilurlar. Ular Parvardigoro, xotinlarimizdan va zurriyotlarimizdan bizlarga ko'z quvonchini baxsh et va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kishilardir. Aynan o'shalar sabr qilganlari sababli jannatdagi yuksak darajalar bilan mukofotlanurlar va u joyda farishtalar tomonidan salom va omonlik bilan qarshi olinurlar. Ular o'sha joyda mangu qolurlar. U eng go'zal qarorgoh va eng go'zal dargohdir. Ey Muhammad, mushriklarga ayting: agar duolaringiz bo'lmaganida Parvardigorim sizlarga parvo qilmas edi. Bas sizlar u yuborgan payg'ambarni inkor etdingiz. Endi albatta sizlarga azob uqubat lozim bo'lur.